이거요. Mono Instagram pun keluar kau orang Instagram dan mono kau katanya belum ada jalan. Sebentar coba je video beri ada jalan. Nanti kita beri. Bu yana o'qitamiz. Matematika o'zi o'qib ko'ramizmi? Mana shu ham boramiz deydi. O'qiymiz buni. Bo'ldi. O'zi ham board tutacağız da. Mas silda ham o'qitamiz. Jasude telefon o'zgarishning narsasi. Ishga bormi? Ishga bormi? So, hello everybody. I'm Bedouin. Today we are going to, let's say, learn something beneficial for your writings. So we'll be focusing on self-writings today. So let's see. The theme is self-writing. Right. So o'tgan darsda biz speakingga fokus qilardik va bu darsda o'tganimizdek writingga, ya'ni mainly tasvirlar bo'ladi. So let's see it first. Okay. Is that visible for everybody, right? Yes. So, several letters by me. Let's see. So, o'zi sifrda bir nechta topiklar bor. Ya'ni tasvirlarda bir necha xil turlari bor. Biz bugun asosan biz compilatorni ko'rib chiqamiz. Ya'ni compilator formulasi, samplelari va qanday yozilishlari. In a short but very useful tone, right? Introduction. Start of the letter. How? O'zi introduction nima deydi? Kirish qismi. Har bitta o'sha bosqichimizda bor, ya'ni listeningda kirish qismi bor, readingda, writingda, speakingda hammasida bor bo'lgan sababi bunda ham bor. Let's see introduction. Sentence first. State the reason for writing the letter. Complain. Ya'ni state the reason degani bu yerda hozir asosan sababini berib kirishimiz kerak bo'ladi. For example, I am writing to complain about. Ya'ni complain letterlikni bildirib qo'yishimiz kerak-da. O'zi qanaqa letter yozishimizdan qat'iy nazar, nima haqida gapirishimizdan qat'iy nazar o'sha haqida biz ilmoqchi ketishimiz kerak. Misol uchun, I'm complaining about, misol men bu narsa haqida shikoyat qilmoqchiman. Men bu narsa haqida shikoyatim bor. Va shunga o'xshash oxirida o'zi gaplar yozsa bo'ladi. I would like to express my dissatisfaction with. Ya'ni ushbu tepadagi ikkita gapga o'xshagan gaplarni yodlab olsak, writingimizga yaxshiroq bo'lar edi. Chunki safarda asosan mavzuga oid bo'lgan ro'yxatlarga ko'proq fokus qaratadi va bizni ya'ni qolgan narsalar unchalik muhim bo'lmay qolishi mumkin. So'z borligi va so'zni soniga ham qarashi ehtimol balandroq, chin mazmunga qaraganida. Sentence 2 give a brief background of the situation, where, when, what happened, and etc. Right? Ya'ni brief background bo'lgani chuqurroq kirishimiz kerak, chuqurroq dive into the topic, right? Give detailed information about where, when, qayerda, qachon va nima bo'lganligi haqida chuqurroq kirishimiz kerak bo'ladi. So let's see. I recently purchased your service on sanasi va hokazo. Ya'ni yaqinda men sizni do'koningizdan sotib oldim va bu narsa sifatsiz chiqdi. Misol uchun lampochka yozsak bo'ladi, to'g'rimi? Hozir lampochkani olgan joyimizda QR kodi bor, orqasida skan qilyapmiz va rasmiy xat yozyapmiz. Chunki biz uni tanimaymiz, to'g'rimi? Rasmiy nima uchun rasmiy tanimaganligimiz uchun va birorta korxona boshlig'i bo'lganligi uchun yozyapmiz. Qanaqa xat? Shikoyat xati. So, assalomu alaykum, boshdan kirishimizda men sizga yozishimdan maqsad, menda bir nechta muammolar kelib chiqdi. Sizning korxonangizda sotib olgan, xarid qilgan chirog'imdan. Va shunda men ko'nglim notinch yoki noroziman deb yozib boshlaymiz. Va undan keyin detailga o'tamiz. So let's see. First complaint. Sentence third. State the first complaint. Ya'ni first and foremost the main issue was. Ya'ni avvalambor asosiy muammo shunday ediki deb yozsak bo'ladi. Va davom etamiz. The fourth sentence explain the problem. Ya'ni muammoni nima qilishimiz kerak? Tushuntirishimiz kerak, yorishimiz kerak. The product service did not work as expected because. Ya'ni biz sotib olgan lampochkamiz kutganimizdek ishlamadi.
Chunki davom etamiz. 5-inchisi, give extra details or an example. Ya'ni qo'shimcha ma'lumotlar yoki misol berishingiz kerak bo'lar ekan. For example, when I tried to use it, I noticed that. Misol uchun men yoqqanimda ishlamay turasizlar. Yoqqanimda ishlamayotgan bo'lgan ekan va buni sezib qoldim. Bu narsa bizga guruhimizga to'g'ri kelmadi. Third one, second complaint. Yani üçüncü body paragraph. Body'larni bo'lib olyapmiz. Ikkita va shunaqa. The second body paragraph is like second complaint bo'lyapti. Sentence 6, state the second complaint. Ikkinchi muammoni yoriting. Secondly, I was also disappointed with. Demak, ko'p pul ishlab qo'ydi. Tiqdimi, lekin pulni yechib olyapti. To'pga ketyapti, lekin yonmayapti. Nimaga yozishimiz kerak? 7-chi sentence'da explain the problem. This was because. Davom etamiz. Bu sababli ishlamayapti. 8-inchisida give extra details for example. Bir xil body 1 qanday yozgan bo'lsak, body 2 ham xuddi shunday yozamiz. Body 1da bitta muammo, body 2da ikkinchi muammo yozishimiz kerak bo'ladi. Exactly. The brochure claimed that, but in reality ma'lumot. Ya'ni siz berayotgan dokumentingizda demak kursga keladi o'quvchi, biz bilan to'qqizlarimiz bo'lib aytamiz, to'g'ri? Davomidagi kamera yozayotganda yo'q bo'laydi. Any conclusion there? Third complaint, if needed. Yoki conclusion qo'ysak bo'ladi. 3 ta body qo'ydim bo'ladi. State the third complaint. Agar jar 3 ta o'qib bizga ma'lum qilamiz. 2 ta o'zim aytadi. Shuni nolib qo'yadigan bo'layapmiz. 3 ta o'qib ketsa, xuddi shu ketma-ketlikda qilamiz. Tushunarli? Oh, conclusion yakunlash. Ya'ni odamda ham boshi, tanasi va oyog'i bor. Shu ketma-ketlik bo'yicha tugatib qo'yamiz conclusion bilan. Request for compensation or reaction. Nima degani? Ya'ni biz so'rashimiz mumkin. Compensation. Pulni qaytarib olishni, compensation pulni qaytarishimiz mumkin. Yoki refund service. Yoki boshqa to'g'rilab ket deyishimiz ham mumkin. Chunki biz unga nima qildik? Pul to'ladik. Xarid qildik. We gave the money, right? To whom? To the Are we customer or what? Who? I'm a customer. Yes. O'sha sotuvlikda ularga beramiz. I expect a full refund. Yoki the replacement as compensation. Nega men butun pulni qaytarib olmoqchiman? Chunki ishlamadiki deyapsiz. Yoki de replacement. Boshqa narsa almashtirib bering. Lamps ishlamadi, boshqasiga. Renew it, right? Ask for quick resolution. I would appreciate it if you could resolve this matter as soon as possible. Men juda ham xursand bo'lardim, agarda siz muammoni zudlik bilan hal qilib bersangiz. Exactly. And with a polite closing, right? I look forward to your prompt response. And sizni javobingizni juda ham kutib qolaman. Tezroq javob bering. Ya'ni oxirida muloyimlik bilan xayrlashib shu muammoni aytib o'tdingiz. Oh, let's see. Starting pointlarda sizlarga yozib qo'yganman. I'm writing to complain about. Men shikoyat haqida yozmoqchiman. Hali mana shu 4 tani yo'lda olsak bo'ladi. Yoki yozib olaylik, mayli. Siz bittasini yozib olsangiz bo'ladi. Exactly. Eng yaxshisi uzunroq bo'lgan. I would like to express my dissatisfaction with so'z soni ko'payadi. So'z soni ham ko'payadi. Mana shu bo'yicha biz yutamiz. So'z nechta so'z bo'lishi kerak? 150 ta deyilgan, iloji boricha ko'proq yozsak bo'ladi. Minimalda 150 ta deyilgan. Xuddi tasmaga o'xshagan bo'ladi. Exactly. Tasmalar bir xil. Hozir bu ustaga tushirib qo'yilgan, chunki 3 ta bo'lib turibdi. Ayol. Ishta tozaladik. Ikkinchi darslar 3 ta bo'ldi. Shuning uchun yengillashdi.